Endi sizni har kun ana shunday qilib ishdan kutib olaman dadasi. Psixologim aytdi, erni kayfiyati ko'tarilsa, daromadim ko'tariladi dedi. Zo'r qilsan xotin. Faqat borki bitta yangi ko'ylak apram uni eski ko'ylakni katta tiqilib qolsan-da. Bu gapingiz bilan semirib ketgansa, xomsemiz demoqchimisiz? Hayt sizga shunday talant, shunday go'zal raqs. Haytsiz, men mana shu tangachalarimga ham arzimaysiz. Menga daromadingiz tugul, boshqa narsangiz ham ko'tarilmaydimi? Bir tiyinsiz menga. Semiz deydi-da. Nima deyapsiz? Arifsan deyapman. Dadasi qarang. Yo'lda ketyapsiz. Oldingizda bir ozg'in, bir semiz ayol chiqdi. Qaysi birini mindirardingiz? Ha, ozg'in deyotgan bo'lsam, aniq boshim balo qolar. Shu semizini mindiraman-da xotin, Arif nima qilaman? Ha? Sizga ko'chadagi semizlar yoqadi, lekin mana uydagi badbaxt semiz sizga yoqmaydi. O'zi psixologim to'g'ri aytgan ekan. Ash psixologing balki bir kun jip bitiraman gulday oilani. Tak. Bu munosabatda men kelajak ko'rmayapman. Ana men aytdim sizga, ancha o'ynab beray dedim. Singilcha qaram, jonimga tegib ketdingiz borku, meni yeringizni meni o'rnimga qo'yib ko'ring. Kechirasiz. Erim bilan ajrashganman. Sababi tug'asan deb shart qo'ygan. Ammo qomatim buzilishini xohlamayman. Ya qomatingga xotirjamashov, hali yer yo'q. Psixologdan men maslahat oldiribmanmi? Yoki seni o'zining munosabatini tiklanmagan, menikini go'ringdan tiklaysanmi? Tug'asan. Endi tug'asan, tushundingmi? Meni bergan pullarimni tug'ib berasan. Va basharangga qo'shib qomatingni ham buzaman bo'lmasa. Ocham singilcha. Ha?